Assalamu alaikum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalamu alaikum Qadamjoy Жаңылыктар YouTube kanali qataluvchilari. Amansizlarmi? Baringizlarda tutgan ro'zangizlar qabul bo'lsin. Xudoga shukr, jazga da yetib keldik. Ekin-tekin ishlari boshlandi. Buni meni ortimda ko'rib turgan dehqonchilik ejevika bog'i deb aytsak bo'ladi. Ejevika. Bu o'rischa aytganda ejevika bizning tilda qanday aytilayotgan bilmayman, biroq tushumliligi o'ta jo'g'ori, sapati eng so'nin bo'lgan ejevika ko'chatlari ushul yerda sotilib жатadi. Esining dehqonning aytishiga qaraganda, былтырғы жылы erta jozdan kech kuzgachayin 12 sotik yerdan, ushul sizlar ko'rib turgan yerdan 200 ming foyda ko'rgan. Bu qanday sort, qanday bo'lgan sort, men sizlarga tushuntirib berayin. Nake hurmatli ko'ruvchilar, bu mening qo'limda turgan iki sort ejevika ko'chatlari. O'ng qo'limda turgan Tranoya Corona deb ataladigan bu ko'chat. Buna şu hozir iki tüp. Har bir tüyden jiliga 35 kilogram har bir tüyden meme alsa bo'ladigan. Bunun cho'ngdigi o'zgarchaligi cho'ngdigi ekan, kugurtning korovkasi chaliq cho'ngdiqda o'ta bir damdi qara qo'chqil tusdagi jaltiragan möveni beradigan. Suratlarida qo'yib o'tamiz. Alemi sol qo'limda turgan bu Loch Ness degan sorti. Tushumliligi o'ta jo'g'ori. Bu buga qaraganda mövesining ko'lami biroz kichikroq, o'rtacha bo'lgani bilan biroq 35 kilogram har bir tüyden. Buni har bir tüyden 35 kilogram möve alsangizlar bo'ladi ekan. Ushul ko'chatlar sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, төменгі ekranda chiqib turgan nomerlarga tezinden qayrılыңыздар. Emin sizlarni bahsi qiziqtirib atadi. Bularning bahsiga kelsak, Tranoya Corona cho'ng bo'lganligi uchun bo'lsa boshqasi emas, bul dag'i bo'lgani 50 so'm. Dehqon ushul o'zingizlar ko'rib turgan buni shuncha ko'chat. Qalashingizlarcha bor. Zona qilaveringizlar, telefon chalib qo'ng'iroq qilaveringizlar, WhatsAppdan yozingizlar. Ushul ko'chatlarimiz tez arada sotiladi. Şaşılыңızlar, egin-tegin vaqi o'tib ketib qolmasin. Aman bo'lingizlar, tutgan o'riningizlar qabul bo'lsin.